Assalomu alaykum. Ko'p odamlar nega hayotim og'ir, meni hayotim qiyinchilikda o'tadi deb o'ylaydi. Lekin buni javobi juda ham oddiy. Sababi biz Allohni juda ham kam eslaymiz. Quyidagi o'rganadigan zikr va salovatlarimiz esa hayotingizni asta-sekin o'zgartiradi inshaalloh. Birinchisi, astagfirulloh deb aytib yurish. Bu faqat kechir degani emas, balki bu gunohlaringizni yuvishdir. Bu qalbingizni tozalashdir. Bu rizq eshiklarini ochishdir. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam astagfirulloh deb juda ko'p aytib yurganlar. Chunki istig'for muammolardan chiqishning yo'lidir. Ikkinchisi, subhanallohi va bihamdihi. Bu yengil duo, lekin tasavvur qiling, har aytganingizda savob yoziladi. Qalbingizda og'irlik kamayadi, ruhingiz yengillashadi. Bu duo ichingizdagi tinchlikdir. Uchinchisi, Allohumma solli ala Muhammad. Bu salovat oddiy salovat emas. Duolar qabul bo'lishiga sabab, hayotingizga baraka olib keladi. Payg'ambarimizga muhabbatni oshiradi. Bu Allohga yaqinlashishning eng oson yo'llaridan biri. Siz ushbu zikr va salovatlarni har kuni aytib yuring, bugundan boshlang va o'zgarishni o'zingiz his qilasiz inshaalloh. Videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling, yangi chiqarayotgan duo va salovatlarimizni, ibratli hikoyalarimizni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum.